Demak, ko'rib turgan elementinglar hozir hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan elementlardan bittasi bu ammonium nitrat, ya'ni selitra o'g'it hisoblanadi. Xudo xolasa bugun 30-sentyabr, kuz oyini 1-oyligi tugadi va 2-oyga qarab qadam bosyapmiz. Demak, e'tibor berishinglar bo'lgan asosiy jihatni aytaman. Aynan nimaga hozir men selitra o'g'itini sotayotganimni, ya'ni ammonium nitrat sotayotganimni qisqa tushuntirish qilib beraman. Hozir daraxtlar qishki uyquga ketadigan paytga keldik. Endi bizlarni qilishimiz kerak bo'lgan asosiy ish daraxtni uyquga to'liq, dehqon tilida tushuntiradigan bo'lsam, to'liq qornini to'yg'izib uyquga olib kirib ketishimiz kerak. Ko'pchilik bog'bonlar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ko'p savollar tushyaptiki, ya'ni savollardan bittasi nima? Kuz keldi, kuzda qanaqa o'g'it berganim yaxshi degan savollar bor. Demak, shu savollarga hozir javob berib ketaman. Ya'ni e'tibor beramiz. Kuz paytida faqat biza berishimiz kerak bo'lgan asosiy element bu azotli elementlarni berishimiz to'g'ri variant hisoblanadi. Chunki azotni bilasizlar, daraxtga quvvat berib, yaxshi kuch, ya'ni kuch qilib berganligi sababli biz aynan hozir bersak, bargdagi, kurtakdagi hamma kurtak ozuqalar ildiziga qarab harakatlanadi. Ildiziga qarab harakatlanayotgan paytda ammonium nitratni bilasizlar, ya'ni selitrani shunaqa xususiyati borki, to'g'ridan-to'g'ri daraxtga o'tib ketadi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri daraxt bu narsani o'ziga oladi va ya'ni chaynalgan ovqatga o'xshagan narsani qabul qilamiz. Karbamid, sulfat ammoniy va shunga o'xshagan boshqa azotli o'g'itlar turpoqqa solgandan keyin bu erib to nitratga aylangunicha vaqt ketadi. Biz to'g'ridan-to'g'ri ammonium nitratni berishimizdan asosiy maqsad to'g'ridan-to'g'ri shu daraxt o'ziga o'tib ketishi. Endi ko'pchilik hozir kuz paytida amofos beradi, ya'ni fosforli o'g'itlarni berishadi. Bu paytda biz odatda bog'larda fosforli o'g'itlarni tavsiya qilmaymiz. Fosforli o'g'itlar faqatgina beradigan payti bu erta bahorda gullashdan 40 kun, 50 kun oldin, uzog'i 60 kun oldin biza shu o'g'itlarni berishimiz to'g'ri variant hisoblanadi. Keyin ko'pchilik kaliy o'g'itlarni ham kuzda berishimiz kerak deydi. Kaliyli o'g'itni eng yaxshi berish payti bo'lgan davri bu hujayralar bo'linib suvga to'ladigan davrda hisoblanadi. Ya'ni bu mevadan keyin berish kerak hisoblanadi. Birinchi o'rinda har qaysi elementni berishdan oldin tavsiya qiladigan yagona narsam bu turpog'i analiz qilish. Turpoqda qaysi element yetarli, qaysi element yetarli emasligini sizlar bilsanglargina keyingi etapga o'tishingiz mumkin. Ko'rkorona berish bu to'g'ridan-to'g'ri bog'bonni cho'ntagiga zarar bo'lishi mumkin. Ya'ni agar turpoq tahlilidan keyingi qilinadigan qadamlar har doim bizga moliyaviy tomonlama ekonom qilishga, ya'ni iqtisod qilishga yordam beradi. Shuning uchun shu ko'rib qolgan videolarni, ko'rgan videolarni imkon qadar do'stingizga yorib qo'yinglar. Rahmat.